Tarozim yo'q, qolipim yo'q, yana katta oilaga tushganman degan kelin poshshalar uchun 100% kerakli va foydali retsept hoziroq saqlab oling. Toza va quruq idishimizga 2 piyola to'la shakar va 6 dona tuxumni solib, oppoq va quyuq massa bo'lgunicha erinmasdan yaxshilab mikser qilamiz. Xuddi shunaqa is tushadigan holatga kelganda 1 piyola o'simlik yog'i va Masilka firmasining saryog'i yokida saryog' ta'mli margarinidan 1 piyola eritib solamiz. 1 piyola sutga 1 choy qoshiq chayni soda solib aralashtirib solamiz. Ketidan yana 2 piyola sut solamiz. Mikserni eng past tezlikda nomiga aralashtiramiz. Mani idishim kichkinalik qilgani uchun kattaroq idishga sovoldim. Xuddi shu piyolada 5 piyola unni elakdan o'tkazib solib, 1 osh qoshiq razrixizil qo'shib aralashtiramiz. Massani teng 2 ga bo'lib, bittasiga 2 osh qoshiq kakao, 2 osh qoshiq sut solamiz. Tayyor bo'lgan massani xuddi shu ko'rinishda saryog' surilgan listga birinma-ketin solib chiqamiz. Shpashka yordamida chiroyligina naqsh chizib, 180 darajada oldindan qizdirilgan pechda pishirib olamiz. Juda ham barakali va osongina pirogimiz tayyor. Like bosib albatta saqlab oling va katta oilali tanishingizga jo'natib qo'ying.